qachonki menga pul kerak bo'lsa yokida qaysidir muammoyimni hal qilish kerak bo'lsa, men mana shu praktikani bajaraman. Hozir sizlarga mana shu praktika haqida aytib bermoqchiman. Bu praktika shundan iboratki, siz shunchaki aytasiz. Ya'ni aytasiz deganimda Alloh bilan gaplashasiz. Men hozirgi shu holatimda, shu jismim bilan, shu tanam bilan, shu turishim bilan kimga nima yordam bera olaman va qanday yordam qo'lini cho'za olaman. Astoydil ixlos bilan mana shu niyatni qilasiz va aytasiz: "Men mana shu yordamni beray va sen ham meni mushkulimni oson qilgin." Shu orqali mana shu yerda уже jarayon ketadi va обязательно mana shu 24 soat ichida mana shuni ixlos bilan bajarsangiz, sizdan yordam so'rab kelishadi va siz aynan o'sha yordam ham sizga nima deydi, rad etib bo'lmaydigan, ya'ni sizning imkoniyatingiz darajasidagi yordam bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin, nima darajada berib turing, qo'shningiz chiqishi mumkin-da. Anchadan beri sizdan so'ramayotgan narsasini so'rayotgan bo'lishi mumkin yoki sizning qo'lingizdan keladigan qandaydir yordam so'rashadi. O'sha paytda siz o'sha yordam qo'lini cho'zasiz va sizga ham Alloh sizni qiynayotgan mushkulingizni oson qilib beradi.